Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa keyingi zakazlarimizdan bitirib oldik. Spalni bo'ladi, 9 spalni. Razmerga keladigan bo'lsak 210, 180. Standart razmerda 20 cm bo'ladi. Standart razmer 160 oladi. Zakaznoy matraslar bilan birga taxlab beryapmiz. Boshlovchilarni ko'rishingiz mumkin. 2 kat despadan, 2 kat laminatdan ishlab berganmiz. Bu chayqalishini eldan oladi. Ko'rishingiz mumkin. Puxa kromkalarni urib akkuratni etib chiqarganmiz. Hammalarni birlaran puxa kromka. Boshlovchilar machalkadan 3 santlik paralon machalkalarni ishlatib, ustidan chexol bilan qoplab taxlab berganmiz. Mo'yshi material. Rangini o'zingiz tanlayverasizlar. Xalan materialdan qurib beramiz. Bu spalnimiz T ochiladigan variantda bo'ladi. Tina nasoslari qo'yilgan mexanizmlari. Mana ko'rishingiz mumkin. Ozgina ko'tarilsa bo'ldi, o'zi qolganini diklaydi. 1,5 metrlik mexanizm 120 kg yuk ko'taradi har biri. Ustidan matrasi döşeki bo'lsa ham ko'taraveradi bemalol. Mana ko'rishgan. Yine 120 kg har biri. Bular ham ugunlikdan yasalgan, uzunligi 1,5 metr.